Niyat qilaman, yoqsa kanalga obuna bo'lasiz. Kelishdikmi do'stim? Bismillah, sizning zurriyotingizdan Baytullohning bo'lajak imomlari chiqsin. Bismillah, ushbu videoda ko'rayotgan ko'zlaringiz jannatda Allohning jamolini ko'rsin. Bismillah do'stim, shu bugunda o'zida tushingizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'ring do'stim. Bismillah deb niyat qilaman. Niyatlar sizga yondosh bo'lsin do'stim. Amin deb yozing. Amin deb yozganingiz singari yelkangizdagi farishtalaringiz savob daftarlaringizni to'ldirib tashlasin. Do'stim qarang, arab alifbosini o'qishni bilmaysiz, lekin Qur'on o'qishni qalbingiz ila xohlaysizmi? Ko'rib turgan kitoblar 6 ta kitobda bitta kitobga jamlanmasi bo'lib, ya'ni kim Qur'onimiz kiril alifbosida yozilgan. E'tibor beringlar, dona qilib yozilgan. Qolaversa sarg'ish ranglar bilan yozilgan hisobiga ko'z nurlarini toldirmaydi. Maza qilib mutolaa qilsangiz bo'ladi. Kitobimizni mana shu videoda ko'rib turgan jannatiy birodarim uchun O'zbekiston bo'ylab, qolaversa Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlari mutlaqo bepul bo'lib, xarid qilish uchun agar Rossiyada bo'lsangiz +7 kodi bilan 953 159 96 06 raqamlariga, agar O'zbekistonda bo'lsangiz jannatiy birodarim 99 kodi bilan 789 96 06 raqamlariga murojaat qiling. Inshaalloh xizmatdamiz. Ahlan va sahlan.